Assalomualaykum, Navoiy akalar, mana Uchko'prik tumanga xona apparatimizni qo'ygani keldik. Pokiza non markaziga. Xuddi mana shunday patr apparatlarimizni o'rnatgani keldik. Patr apparatlarimiz, chekishlari, mana bu qoliplarimiz, katta 1 kiloli nonlar. Bu 400-500 grammga, bunisi 700 grammga. Hozir nonlar chiqishini qo'yamiz. Mas olganmisiz? Zuvolalar bilan tayyor bostirib qo'yildi, 450 grammga. 2021 ishlab chiqarilgan endi davo. Janob, qanaqa qilibsan-da? Boshliqda. Xorazmiyda. Daslatdim aka, o'zbekcha bo'lmayapti. Ketimini sizdan kelma. Onlardan ham chiqarar ekan, bo'ldi bo'lib. Bu yo'q bu. Xabar ana. Bitta tandirdingmi? Hozir bu bir tandirlangan. Ha. Ketin chiqaravering hozir. Qo'lga Nima, qo'yib Hozir necha grammdan bo'lsa? 450 gramm. Ikkitasi aka почти 1 kilo bo'ladi. Bosib ko'rmadik-da. Bir 4 dona. Boshlig'im nariga hamma bilan buni farqi bor-da. Ishtimayapti aka. Non. Yo'q. Ha, chiqaveradi. Bitta Просто, katta. ha, obrazezga bir ikkita taqib ko'ring. Tezlab tashlab beraymi? Masalanki bitta o'g'liga ko'tarib beradi. Aka yaramayapti. Suvni keltirib turaman aka. Mana bu qo'yib anqalab qo'yamiz. Varlar, kadrlar diye. Apparatimizdan chiqqan nonlarni tandirga yopishtirishni boshladi. Navoiy akamiz. Endi xudo xohlasa. Mana 450 grammli nonlarimizni tandirga yopishtirib qo'yildi. Shu holatda ajoyib. Navoiy akamiz ham qo'li gul ekan. Mana nonlarimiz chiqishni boshladi. Mana tandirdagi holatni. Endi Bo'sh ustiga ham qo'shildi. mana nonlar chiqishi. Qani Navoiy akamiz mana uzyapti. Tepada ham bor ekan.